Heyo barchaga salom do'stlar. Bu Aslamjon Sports'ning ikkinchi YouTube kanali bo'ladi. Iltimos shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Kimda kim kosmos yoki koinotga qiziqsa, mana shu kanalni o'sha odamga tavsiya etamiz. Birinchi o'rinda qaysi savollarga javob berishini ko'rib chiqsak. Qora tuynuk u o'zi nima? Qora tuynuk nimadan yasalgan yoki nimadan paydo bo'lgan? Qora tuynuklarning asosiy qismlari nimada? Qora tuynukning qanday turlari bor? Qora tuynuk bu fazodagi shu darajada kuchli narsadir. Unda hattoki yorug'lik ham qochib qutula olmaydi. Uning gravitatsiyasi juda kuchli hisoblanadi. Katta yulduz uzoq vaqt energiya ishlab chiqaradi. Yadro yoqilg'isi tugaydi. Yulduz ichkariga cho'kadi. Supernova portlashi ro'y beradi. Agar yulduz yadrosida juda og'ir bo'lsa, u qora tuynukka aylanadi. Qora tuynukning asosiy qismlari singulyarlik, voqealar ufqi, ergosfera va akkretsion disk. Qora tuynuklar quyidagi 3 xil turga bo'linadi. Stellar mass black holes, yulduz massali qora tuynuklar, intermassive mass black holes, oraliq massali qora tuynuklar, supermassive black holes, supermassive qora tuynuklar. Mana do'stlar, menimcha siz qora tuynuklar haqida ozgina bo'lsa ham tushuncha oldingiz deb umid qilamiz va butun jamoamiz bilan siz bilan xayrlashamiz.